Yaxshimi? Shukr. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan kelganman. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan. Qiziriq tumanidan Aziz Ekskavator kanalini muntazam kuzatib borasiz. Kuzatib boramiz. Bizning kanalimiz xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda maxsus texnikalar sotish bo'yicha, narx bo'yicha nomer 1 hisoblanadi. Misol beton qorgichlarda ham mana o'zingiz bilasiz, bizdan nimasini olgansiz, komplekt pogrushigi bilan necha pulga oldingiz? Hozirgi narxi necha pul ekan? Qanaqasidan oldingiz? Shu 1.8 dan olgansiz, to'g'rimi? 1.8 dan. Bitta nimasi bilan, beton qorgichi bilan qo'shib olgansiz. Qo'shib olganmiz. Motorlari qanaqa? Yaxshi. O'sha XMG ni 6 portionlik Vichay motori. Shunaqa. Xuddi aka mana shu pogrushikdaqa olgan, mana shundan. Bu 10 tonnaligi, buni 8 tonnaligidan olgan. Mana Vichay motori bo'ladi. 6 portionlik XMG ni hamma joyi bir xil. Haterlarga diqqat bilan kuzatib boring bizni. XMG zo'r deydiganlarga solishtiramiz. Mana silindrlarni solishtiramiz. Mostlar eng kattasi qo'yilgan. Korobkasini xohlaganlaringdan qo'yib beramiz. Mostini ham olasiz, mostini. Mosti juda katta, 30 lik most deyiladi. 25 ligi ham bo'ladi bu mosti. Mana komplektida beton qorigichi. Hozirgisini motori bundan ham katta bo'lib kelyapti. Luki ham bor, o'zi yechib taqadi, adapteri bor. Yana qo'shimcha beton qorigichlarimiz bu yerda bor. O'zini radnoy kovushi ham bor. Endi eslatib o'tamiz, akalar, sensatsiya, O'zbekistonda hech kim bera olmaydigan narx. 26 mingga pogrushik, beton qorgichi bilan 33 mingga gideta shunday chiqadi narxi. Komplektida o'zini kovushasi, keyin beton qorgichi bo'ladi. 26 mingga 1.8 pogrushik hammaga vizib tashlaymiz. Sotadiganlarga qani kim shunaqa narx bera oladi? 1.8 da. Bizni kuzatib boring. Aziz Ekskavator kanali nomer 1 narx bo'yicha любой joyga solishtiramiz. Kommentariyada fikr bildiringlar. Yo bundan XMG zo'r deyotganlar, motor, korobka, mos hamma joy XMG 100% birga bir ishlangan. Lekin biznikini ustunlik tarafi narxida. Bu narx hech kim bera olmaydi. Bu narx bez rastamoshka emas, nomingizga o'tishi bilan hisoblangan narx. Shu kimga ekskavator kerak, nima beton qorgich kerak, mana beton qorgichlarimizni ham olib qo'ying. Pogrushik kerak bo'lsa, nima murojaat qilaverasizlar. Biz bergan narxni hech kim bera olmaydi. Mana bitta adapterlari ichida, komplektida bu o'zini kovushasi 2 ta, 3 ta, boyagi bilan 4 ta. Luklari ham bor, hamma narsasi bor. Mana akamiz Davolin 5-6 ta joyda ko'rib chiqqan, hamma joyda. Nima uchun XMG olmadingiz deb so'raganimda, XMG bunaqa narsalarni bera olmas ekan. Sizlarda komplekslarda Carmix olmoqchi edim o'zi boshida dedi. Carmixni olmadim. Carmix 30 ming bo'lsa, pogruchik 30 ming, 60 mingga tushib ketar ekanman dedi. Undan ko'ra 33 mingga dedi, sizlardan 2 ta texnika olgan bo'lib qolyapman dedi. Tem bo'li Carmix seysmopolislar qo'ya olmaydi. Mana akalar 12 ta viloyatda hamma kuzatadi bizni. Like, podpiska bosinglar. Hech kim bera olmaydigan narxni faqat biz beramiz. Любой joyga solishtiringlar. Keyin yana bitta narsa, bitta videoda ko'rib qoldim. 166 kishi deb yozib qo'yibdi. Kallani ishlatamiz. 4 portionli pogrushik 6 tonnalik hech qachon 160 ot kuchi bo'lmaydi. Даже 1.8 6 portionlikda ham 125 ot kuchi bo'ladi. U bilib bilmay internetga yozib tashavermanglar. Uni vodiyda ko'rdim men. To'shna kim sotayotganligini aytmayman, mayli. Uyalib qolmasin. Demoqchi bo'lganim, texnikani xarakteristikasini bilmasdan unaqa nima qilmanglar, keyin unaqa katta narx qo'yib yuborgansizlar. Bizda o'sha pogrushiklarning 16 ming dollar turadi. Savollar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Aziz Ekskavator kanali nomer 1 narx bo'yicha любой joyga solishtiramiz. 150 talik ekskavatorlarimiz ham 70 mingdan boshlanadi. Boshqa joylarda 110 ming turibdi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.